Hozirgi kunda O'zbekistonda eng kam aliment miqdori qancha? Bizga savol bo'lyapti, aliment to'lovchi bir nafar bola uchun eng kamida qancha aliment to'lash kerak? Ya'ni qonunchilik bo'yicha alimentni belgilangan minimal miqdori bormi, yo'qmi degan mazmundagi savol. Demak, mana shu masalaga to'xtalib javob beradigan bo'lsak, Oila kodeksining 99-moddasiga ko'ra aliment to'lovchi barcha rasmiy daromadlardan kelib chiqib, alimentni oiladagi bolalar soniga qarab, bir nafar bola uchun daromadning 4dan 1 qismi, 2 nafar bola uchun 3dan 1 qismi, 3 va undan ortiq nafar bola uchun daromadning yarmi to'lashiga to'g'ri keladi. Endi alimentni belgilangan minimal miqdori ga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu aynan 99-moddaning 2-qismida har bir bola uchun to'lanishi kerak bo'lgan eng kam aliment miqdori nazarda tutilgan. Ya'ni bu miqdor mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 26,5% dan kam bo'lmasligi kerak deb belgilangan. Hozirgi kunda mehnatga haq to'lash eng kam miqdori 1,271,000 so'm. Demak, har bir bola uchun to'lanishi kerak bo'lgan aliment miqdori ana shu 26,5%. Bu bo'ladi 336,000 so'm. Demak, aliment to'lovchi ishlaydimi, ishlamaydimi, pul topadimi, topmaydimi, rasmiy daromadga egami, yo'qmi? Buni ahamiyati yo'q. Aliment undirish to'g'risida sudni ijro hujjati bormi? Demak, aliment to'lovchi har bir nafar bola uchun mana shu 336,000 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda aliment to'lashga to'g'ri keladi. Agar farzandli ikkita bo'lsa, mana shu 336,000 ikkitasi. 3ta bo'lsa, 3 barobarini to'lashiga to'g'ri keladi.